Demak aziz do'stlar, Surxondaryodagi sayohatimizni davom ettiramiz. Biroz avval biz Surxondaryo viloyati Sherobod tumaniga Ozodbek akamizning xonadonlariga Gentra avtomobilini olib borib topshirgan edik. Ana endi biz ayni damda esa Surxondaryo viloyati Angor tumanidamiz. Rahmonqulov Sherzod akamizning xonadonlariga ma'nikay Bestun T55 avtomobilini hozir olib borib topshiramiz. Undan keyin esa do'stlar biz Sarosiyoga 40 ming dollarni topshirishga ketamiz. Mana shunday qilib bugun biz Surxondaryodagi barcha yutuqlarni topshirishni boshlaymiz. Qandaysizlar bachalar, zo'rmisizlar? Meninglar boshingga ketdik. Ha, ana shunday meninglar qoni. Ma'nikay. Qishloqning bachalari mana shunday bo'ladi-da. Asta-asta meninglar qoni. Ha, anakay. Asta-asta meninglar. Qandaysizlar ey? Bachalar zo'rmi? Anakay. Bachalar bilan hozir birgalikda biz, demak, Bestun T55 avtomobilini Sherzod akamizning hayli mahallada odamlar kutib turibdi bizda. Ha, ana shu yoqqa borib hozir topshiramiz. Ha, ketdik anakay. Mana shunday qilib ana shunday qilib. Anakay. Surxondaryo viloyati Angor tumani Chinobod mahallasida. Ketdik. Anakay. Ma'nikay. Sherzod akamizning xonadonlariga Angorga Bestun T55 avtomobilini olib kelyapmiz ma'nikay. Ma'nikay. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qandaysizlar? Anakay. Assalomu alaykum, Surxondaryo. Assalomu alaykum, angorliklar, qandaysizlar? Anakay, mana bu boshqacha bo'ldi. Mana bu kutib olish boshqacha bo'ldi. Qandaysizlar? Zo'rmisizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Ha, kelinglar qani, bu yoqdan kelinglar qani? Hamma kelsin, bu yoqdan kelingizlar. Kelingizlar aka. Buva, kelin qani buva, assalomu alaykum. Buvajon yaxshimisiz, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Gap yo'q. Buvajon qandaysiz, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Qandaysizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Gap yo'q, anakay. Demak, aziz do'stlar, ma'nikay
Biz ayni damda Surxondaryo viloyati Angor tumanidamiz, Chinobod mahallasidamiz. Rahmonqulov Sherzod akamizning xonadonlaridamiz. Kuni kecha Bahodir Ibrat kanalidan Rahmonqulov Sherzod akamiz manakay Bestun T55 degan ulkan manakay qop-qora rangdagi avtomobilimizni yutib olganlar. Demak, Sherzod akamizning xonadonlaridamiz hozir biz. Yaqinlari, manakay qo'shnilari hamma to'plangan. Biz avtomobilni mana shunday bir chiroyli kayfiyatda, demak, ayollarning nomlariga o'tkazib berganmiz. Hozir avtomobilni esa topshiramiz birgalikda. Qani bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Manakay opajon, Choriy va Shoir opa siz bo'lasiz, to'g'rimi? Albatta. Sherzod akamizni demak ayollari bo'ladi. Ayollarning nomlariga rasmiylashtirib berdik. Ushlang. Mana bu avtomobilimizning oldi sotdi hujjati bo'ladi manakay. Mana bu avtomobilimizning tex pasporti bo'ladi manakay, ushlang. Mana bu esa manakay zamonaviy kaliti bo'ladi. Oling qani ko'tarib qo'ying manakay. Manakay. Yo'q. Tabriklaymiz. Avtomobillar muborak bo'lsin, yutuqlar muborak bo'lsin. O'zi kutganmidingiz, o'zi ishonganmidingiz o'zi? Xo'jayinim o'ynaydi 2 yildan beri. Ko'p o'ynaydi. Kutardi, lekin har doim telefon qilishini ishonch bo'lgan, to'g'rimi? Ishonch bo'lgan. Manakay, samigilarni ishonch bo'lgan, sabr bo'lgan, manakay avtomobil xonadonlariga kelib turibdi. Tabriklaymiz. Marhamat. Tilaklar bo'lsa, niyatlar bo'lsa bildiring. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Keling, onajon keling. Ya, onajon keling. Marhamat. Tilak bildiring qani. Mana shu musofirchilikda yurgan barcha yurtdoshlarimizga, o'ynayotgan, shu o'yinda qatnashayotganlarga hammasiga omad tilayman. Mana xo'jayinim shu o'yinda o'ynab, ishonch bilan o'ynardi har doim, yutib olibdi. Rahmat sizlarga, uyimizga olib kelib berdilaringiz. Rahmat kattakon hammalaringizga. Bu yoq kimingiz bo'ladi bu yoq? Qaynonam bo'ladi. Qaynonangizmi? Anakay, yaxshimisiz onajon? Yaxshi. Yoshingiz nechida sizda? 70 ta. 70 tami? Yo'q ay. 50 ga kirganga o'xshaysiz. Qo'ysangiz-chi. O'tib meni allamang lekin. Chenay, bir kam. 70 mi? Bo'ldi. Tak, marhamat, bir yaxshi tilak bildiring qani. Ulingizga, Sherzodimga uzoq umr tilayman. Hamma bolalarim ham yaxshi bo'lsin. El xalqining bolalari ham musofir ellarda ishlagani ketganlar ham hammasi sog' salomat bo'lsin. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Avtomobillar muborak bo'lsin. Rahmat. Kim keling? Keling qani buvajon, keling. Keling qani buva. Keling, buvajon zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ingiz yaxshimi? Sherzod akam kimi bo'lasiz? Qaynotalari bo'lasizmi? Anakay. Qarang bu Sherzod aka qanday kuyov o'zi? Kuyovlaringiz ichida o'zi nechta bor sizda kuyovlardan? Kuyovlarim ko'p, sonini bilmayman men. Yo'q ay. O'zi qanday kuyovlar ichida? Yoshing qancha davolib so'ra? Yo'q ay. Yoshim 95 ta bo'ldi. Yoshingiz 95 tami bu? Gap yo'q. Oldin yoshim so'radi o'g'lim. Rahmat. Bir tilak bildiring qani buvajon. Xudoga shukr, shu yerdagilarning hammasi nevaram mening. Nevarangiz? Hamma shu yerda turganlarning hammasi. Gap. So'ring uchun ketib hammasi xursandchilik. Shu nevaralarimning yoshini bersin, ulug' bo'lsin. Ularım, kelinlerim hammasi qo'shqanim bilan qo'sha qarib, vaqtlib, tozalab bo'lib, to'y tomosha qilib yurib, nasib qilsin. Hammasi shunday to'ylar yutib yursin, hammasi shunday yutuqlarga ega bo'lsin. Yelimizga, yurtimizga hammasi nasib qilsin, shunday yaxshi yoshlar ham nasib qilsin, boboning yoshi hammasiga nasib qilsin. Rahmat. Xudojon shunday yaxshiliklar bo'laversin, ko'payaversin, yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Yurtboshimiz bilan yaxshi tilaklar bilayapti, tilagi amalga oshsin deb Amin. Rahmat aytganingiz kelsin. Siz kimi bo'lasiz? Keyin qani buvajon? Dadasi bo'lasiz. Keyin qani bu yoqqa? Keyin qani? Radnoy dadam-a?
Ye. İneşten so'rang uni. Ye. Randay buvam chiqishma o'zi. Nima siz bunday chekkada turibsiz bo'lmasa? Yoshlar o'tishuv. Hurmatli yoshlar. Hazırlaşamam. Hazırlaşamam. Hazırlaşamam yana Chinchinakka. Hazırlaşamam. Hazırlarga rozi bo'ladi. Bu tabriklaymiz. Moshinlar muborak bo'lsin. Sizlarga ham buyursin. Yaxshi kunlar mana shunday Albatta. to'ylar bo'lsin xonadoningizda. Yaxshi kun to'ylarda mening. Bir tilak bildiring mana musofir yigitlarga bir. Amin. Shu safarda yurgan yigitlarimiz hammalaring sog' salomat bo'lsin, niyatlari bo'lib, yurtimizga barakali bo'lsin. Pullarni olib kelib, to'ylarni qilib bersin. Hammamiz nasib qilib to'ylar muborak qilib yuraveraylik elimizga. Rahmat. Prava bormi sizda? Prava mamada bor, menda yo'q. Mana sizda prava bormi? O'zingiz minasizmi mashinada endi? Yo'q. Ana. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Inasi, qaynasi. Rahmat. Bering. Qanaqami O, anakay, mana qarsak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Qaynasi ham gapni Keling. Ha, bemalol. Siz kimni bo'lasiz? Men qaynasi. Qaynonlar. Yo'q, sog' salomat bo'lsin. Bundan ham yaxshi yutuqlarga yetib bersin nasib bo'lsa. Bolalariga bosh bo'lib, to'ylar qilib, yaxshi kunlar ko'rib bersin nasib bo'lsa. Hamisha sog' salomat bo'lsin. Gap yo'q. Rahmat. Do'stlar, Monikay. Demak biz Rahmonqulov Sherzod akamizning xonadonlariga Beston T55 avtomobilni olib kelib topshirdik. Bir chiroyli kayfiyatda surxondaryoliklar, angorliklar gazga bosaverasizlar, ey! Monikay! Mana shunday qilib avtomobillarni yutingizlar, xonadonlaringizga o'zimiz olib kelib beramiz. Avtomobillar yana bir bora muborak bo'lsin. Marhamat. Mashinlar endi sizlarniki bemalol ichiga kirib, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qani marhamat. Opking. To'nlar ham bor ekan. Keling. Kiyib olamiz. Bu tonni kiyamiz, shoshma. Buni kiymasak bo'lmaydi buni, Monikay. Uylanganmisiz? Ha. Rahmat. Uylanganmisiz yo'qmi? Albatta. Belingiz baquvvat yursin. Rahmat. Surxondaryoning yigitlaridek. Rahmat, anakay. Men cho'chaladim. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtomobillar muborak bo'lsin. Monikay. Hey! Gaziga bosinglar. Rahmat. Couldn't define the beauty of the world and power of my love. There is lies broken.